Assalomu alaykum. Baxtiyor aka, ustoz, yaxshimisiz? Salomatlik yaxshimi? Rahmat. 1988-yil, 1989-yilda, 90-yilda ustoz bilan garmoniyani yechib berganlar. Biza tushunmaydigan paytlar garmoniyaga yechib bergansiz, ustoz. Mana Baxtiyor akam umrlar uzoq bo'lsin. Mana Baxtiyor akam bugun mana asar qilgan ekanlar. Mana asar eshitdinglar hozir. Baxtiyor aka, ozgina bir 3 minutlik bir rels qilamiz. Aka, mana misol uchun ustoz hozirgi simfoniyskiy orkestri mohiyatini va расположениясini qanaqa instrumentlar chalingan, bir mohiyatini, teoriyasini tushuntirib bering. Instrumentovka deyiladi. Bu partitura bilan yoziladi. Har bir instrumentga adinli bo'lak. Buni o'sha tushunadigan odamlar juda ham yaxshi tushunishadi. Buni ichidagi o'sha masalan strunniy gruppa deganimizda birinchi ikkinchi skripkalar, altlar, violonchel, kontrabaslar bular strunniylar. Keyin medniy duxovoylar keladi, bitta valtorna, trombon, tuba. Xullas keyin derivyaniy duxovoy, keyin udarniy instrumentlar, bitta litavralar, nimalar, haligi ksilofonlar. Xullas orkestrda juda ham ko'p instrument jamlangan bo'lib, u orkestrga instrumentlarni har birini o'zini tembri, o'zini koloriti, o'zini diapazoni, o'ziga yarasha xarakterlari bilan ifodalab beradigan instrumentlar chalinadi. Keyin buni tuzilishini qonun qoidalari bor. O'sha buni otini orkestrovka, instrumentovka deyiladi. Qaysi joyda qaysi instrument nima rolni bajaradi, nima temani chalinadi, qaysi biriga qanaqa qilib ulanadi. Xullas bu uchun aslida juda ko'p ham narsa emas. Asli Yevropa kompozitorlari, ilgariga o'tgan kompozitorlar, masalan Beethoven, Bachlardan boshlab, Gaydinlar, mana masalan Tchaikovsky, Glinkalar, masalan Shostakovich bularni yozgan asarlarini o'rganib, eshitib, quloq shu instrumentlarga o'rganganligini mahsuloti. Qaysi keyin bu asar ahamiyatiga kelib chiqadigan bo'lsak, bunaqa asarlar muzika tilida san'atli formada yoziladi. Bu hozir ma'na qilgan narsam bu san'atli forma emas. Bu сложный трехчастный forma deyiladi. Oxirgacha biz bular hozir sizlar buni faqat boshini eshitdinglar. U yog'i ulanib ketadi. Bu kichkinagina simfoniyskiy poema bo'ladi. Men senga hozir buni o'sha boshlanish qismini qo'yib berdim. Baxtiyor aka, bundan oldingisini eshitdik, o'shani qo'ying, bitta muxlislar uchun bitta qo'yib bering. Juda men mazza qildim, yaxshi asar bo'libdi. O'shani qo'ysangiz, qilingan orkestroviy, simfoniyskiy orkestroviy strukturada qilgan asaringizni bir eshitsak, xudo xolisa muxlislarimiz mana bahramand bo'lishadi. Yosh avlodga bu ham bir darslik bo'ladi va motivatsiya bo'ladi va направление bo'ladi va katta shkola bo'ladi, misol uchun. Bunaqa направленияni maktab bo'ladi. Bir eshitamiz. Qilgan asarlaringizga mazza qilaman. Lekin bunaqa asarlar hozir nima deydami, kamayib ketdi-da, chunki biz yoshligimizda o'qiganmiz Bach, Mozart va Beethoven misol uchun asarlarini eshitganmiz, simfoniyalarni eshitganmiz, chaslarni eshitganmiz. Endi o'sha koloritda misol uchun siz simfoniyskiy orkestrda mohiyatini bergansiz. Violonchel, Smechkoviy gruppalar,
misol uchun u yerda dеревянный gruppalar hammasi, duxovoy gruppalar hammasi joy-joyida chalyapti. Расположение, гармонический struktura hammasi o'zini gaboylar, hammasi ketyapti. Buni mohiyatini ozgina tushuntiring. Qayerdan keldi bu ilhom sizga? Juda ham yoqtiradi. Yaxshi savol bo'ldi endi. Bahor konsert zali bo'lardi. Har kuni kun ora o'sha yerda kechqurun soat 7 dan 9-10 gacha o'zbek kompozitorlarining asarlari hamda shuni orasida o'sha klassik kompozitorlar, o'sha Yevropa kompozitorlarining asarlari chalinadi. U har 2 kunda bitta bo'lardi. Alisher Rasulov degan o'rtog'imiz akamiz, taniyman. Bu biza birga o'qiganmiz shu Alisher Rasulov bilan. Maktabda ham birga o'qiganmiz. Hamzaga ham birga kirganmiz. Endi men faqat konsertda o'qiy olmadim, shunisi qoldi. Demoqchi bo'lganimki, o'sha paytdan nimani partituralarni, asarlarini, Yevropa kompozitorlarini asarlarini partituralari, ular klavirlari, keyin Grand plastinkada ularning asarlarini, muzikalari chiqardi, olardik. Operami, baletmi, umuman juda qiziqib kirishib ketgan paytimiz bo'lganda. Hozirgi bu eshitgan narsalarni mahsulotida bu. Shuncha yillik mahsulot. Chunki tasavvur insonni tasavvuri keng narsa bilan anu sani zakovatda ashrindagi qo'shuvdagi so'zlar bor-ku. Keng bu tafakkur deb. Ana shunday narsada uni tafakkuri bilan insoniylikni bildiradi. Albatta. Muzika asari endi hozirgi paytda bizada bilmay qanaqa baho beradi ko'pchilik bilmayman, lekin meni bahoyim shunaqaki, muzikani janri ko'p. Masalan, madaniyat deganda faqat qo'shuvdan iborat emas. To'g'risi ham bundan xafa ham bo'lish kerak emas. Qilgan asaringizda mana направление men miyam dam oldi, to'g'risi. O'shaning uchun men ozgina bo'lsa ham bir muxlislar uchun qo'ldan kelgancha mana ulashamiz deb o'zim men taklif Baxturagamga yetdim, mana taklif berdim. Bo'ldi, mana sekin eshitinglar, mana Xudo xolasa asarlarni qo'yamiz. Juda ko'p произведениялар ko'p chalingan asarlar ko'p. Bitta ikkitasini ozgina atrifga eshitdik. Nima deydan, bu yog'iga Xudo xolasa mana qo'yib borishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Inshaalloh, Xudo xolasa. Hurmatli obunachilarimiz, qisqacha bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham mana ma'lumotlardan ega bo'ldinglar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Ustoz, salomat bo'ling. Rahmat. Alloh taolo umringizga, rizqingizga baraka bersin. Rahmat. Mana yoshligimda 13 yosh, 14 yosh bolaman. Misol uchun garmoniyalarni yetishimda mana shu ustoz yordam bergan bizga. O'sha men eslayman 1990-yil 14 yosh bolaman. O'sha paytda garmoniyalarni yetishda o'rgatgan birinchi ustozidan mana Baxturagam. Omon bo'ling, joningiz omon bo'lsin. Salomat bo'ling. Baxtur aka, sog' bo'linglar. Omon bo'ling. Hurmatli obunachilarimiz, yaxshi kunlarda ko'rishaylik, bizdan kuzatishda davom etinglar va yana davom etinglar. Omon bo'linglar. Rahmat, salomat bo'linglar.